Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimiz Onyx toshlarimiz haqida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kolonnaga qilingan Onyx orqasiga portretga berilib, to'rtburchak shaklga keltirilgan. Bu yoq tarafida уже обычный toshimiz ketgan. Bu yog'imizda esa kolonnamizni egiluvchan qayirtirib avvalgi sifatida qilingan Onyx toshimiz orqasiga xuddi shunday portretga berilgan. Yaqinroq kelsak ahamiyat berilsa, bu yerda oddiy toshimiz kabanchik sifatida qilib berilgan. Buni ko'rib turganingizdek kesib. Bu yog'imizga keladigan bo'lsak, bu toshimiz egiluvchan qayirib, hozirgi dizaynerlarga ko'p qidirayotgan narsa, egiluvchan qayrilib chiroyli tug'ilib ketadigan narsalar qidirishyapti va shu toshimiz juda ham zo'r to'g'ri keladi. Bu yoqqamizga keladigan bo'lsak, bu televizionda zona hisoblanadi. Televizionda zonaga xuddi shunday orqasiga tosh qo'yishlarni tavsiya qilamiz. Bu interyerni juda ham zo'r chiroyli ko'rsatadi. Ikkita chetiga Onyx toshlar qo'yilgan. Onyx toshlarimizdan juda ham vibri ko'p. Bemalol kelsanglar xohlagan vibrda qilishimiz mumkin. Yana qarashib ko'radigan bo'lsak, bu yog'imizda o'sha boshqacha toshimiz. Onyx tosh, bu ham juda ham chiroyli effektga ega. Yog'imizda ham xuddi shunday tosh, naturalniy tosh. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Jomiy bozor 314-magazinga qatnashib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.